agar meni o'lishimni xohlamasang, hoziroq oilangga qaytib borasan. Ering bilan kerak bo'lsa o'zim gaplashaman. Dada, to'xtang. Meni yaxshi ko'rmaysizmi? Hozir uyga kiritmayapsiz. Nima shu ishingiz yaxshimi? Qizim, seni hozir uyga kiritmayotganim bu seni qanchalik yaxshi ko'rishimdan dalolat. Men otaman. Faqat seni emas, men oilamdagi hammani ertangi kunini, tinchligini, halovatini o'ylashim kerak. Men uni yoniga qanday qaytib boraman, dada? Sen ering ostonasidan o'zingni o'ylab chiqib ketgansan. Endi bolalaring uchun boshingni egib bo'lsa ham qaytib borasan. Ota-ona bilib qo'y, farzandlari uchun har qanday vaziyatda ham bosh egadi. Sen ham shunga majbursan. Oyi, Dadasi, oyi.